Oziq-ovqat mahsulotlarining narxini barqarorligi va xavfsizligi hamda xalqimizning arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida viloyatimizning shahar va tumanlar markazlarida va aholi zich yashaydigan mahallalarda Navro'z ayyomini ko'tarinki ruhda o'tkazish maqsadida asosiy turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari yarmarkalari tashkil etilgan. Qarshi shahrining Dehqon bozoridagi savdo yarmarkasida hududiy ta'minot korxonalari hamda dehqon va fermer xo'jaliklari tomonidan qoramol, qo'y go'shti, yarim tayyor tovuq go'shti, baliq, shuningdek, qishloq xo'jalik mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda sotilmoqda. Hozirgi kunga arzonlashtirilgan mahsulotlarimiz mana kartoshka bor, har bir xonadonni ro'zg'orga kerakli, piyozimiz bor, go'shtimiz bor bozorga. Tadbirkorlar tomonidan, fermerlar tomonidan mana eminda o'sha tuxum ham o'sha ptica fabrikadan kelib turamiz. Paranda ham o'zi yetishtiradi, go'shtni ham o'zi fermer olib kelib arzonlashtirilgan bozorga bu yoqqa yarmarka degani uchun ham mana shu yerdan joy tashkillashtirib berganmiz. Markaziy dehqon bozorimizga yarmarkalar tashkil qilingan ekan. Mana biz o'sha xarid qilgani keldik. Parvarda halvo, nishonlar, mana ro'za Ramazonga nishonlar mana shu bozorimizga arzon ekan. Mana shu bundan ham yana ko'proq bo'lishini istaymiz biz. Xaridorlar mamnunmiz biz. Bayram yarmarkalarida narxlar oshib ketmasligini nazorat qilish, savdo qoidalariga amal qilinishi, narxnomalarning mavjudligi, sifatsiz hamda yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlarni savdo rastalariga chiqarmaslik, belgilangan mahsulotlarni yetkazib berilishi, taqchillik holatlarini oldini olish bo'yicha tushuntirish olib borish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi hamda boshqa tegishli tashkilot xodimlari tomonidan doimiy ravishda monitoring ishlari olib borilyapti. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda bugun tashkil etilgan barcha savdo yarmarkalarida sotilayotgan mahsulotlarning sifati, ularning xavfsizligi, xalqimizga yetkazib berishda ta'minotning mavjudligi, narxlarning sun'iy oshib ketmasligini oldini olish bo'yicha bir qator monitoring ishlari olib borilmoqda. Bu esa xalqimizni yanada ham arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashda yordam beradi. Shuningdek, arzonlashtirilgan savdo yarmarkalarida belgilangan mahsulotlarning savdoga qo'yilishi, mahsulotlar narxnomasi xaridorlarga ko'rinarli joylarga qo'yilishi tashkil qilinib, ularni saqlash qoidalariga rioya qilgan holda sotilishi to'liq nazoratga olingan. Bu esa aholini bayram arafasida kayfiyatini ko'tarish hamda dasturxonini noz-ne'matga to'lishga xizmat qilmoqda.